Do'stlar, lokatsiyani ko'rsatamiz. Mana qarang, to'g'rida katta yo'lda bo'yidan 50 metr kirganingizda, ya'ni Frunskiy massiv 5-oilaviyni ro'parasida joylashgan 4 qavatli g'ishtli domdan sizlarga kirib yashash uchun tayyor holatdagi 3 xonali 4 xonaga o'zgartirilgan kvartira topib qo'ydik. Qarang, tashqarida mashina qo'yishga joylari mavjud, bolalar maydonchasi bor. Katta yo'lda bir qadam qarang. Mashina shovqini sizga eshitilmaydi, chunki ichkariroqda, ya'ni 50 metrgina ko'rinib turibdi. Bu yer mana verandasidamiz, 6 metrli verandaga oshxona ko'chirilgan. Oshxona jihozlari stol-stullargacha mana qo'yib qo'yishgan. Romlari akva, skvoznoy holatda g'ishtli dom 4-qavatdamiz, qarang. Bu yer tashqaridan kirib kelish qismi koridor, bu yer ochilib, bu yer o'zi oshxonaning haqiqiy o'rni bo'lgan. Verandaga ko'chirilganda bu yer mana bunday katta koridor qilib qo'yilgan. Xolasangiz, aytdan bo'lsa ham bo'ladi, xolasangiz. Isitish tizimlarigacha mavjud, barcha xonalarda radiatorlar mavjud. Kirishimizning o'ng tarafda birinchi xonasi bu yer ko'rishingiz mumkin. Bolalar xonasi sifatida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ko'rib turgan barcha jihoz texnikalaring qoldiriladi, barcha romlar akva, isitish tizimi, radiatorlar barcha joylariga o'rnatilgan. Bu yer sanuzel umumiy kafellar qilingan, restoran o'rnatilgan holati yaxshi. Bu yer yotoqxona qismlari ko'rishingiz mumkin. Remont holatlari ham yaxshi holatda, ya'ni kirib yashashga tayyor, ortiqcha umuman rasxod qilmaysiz, faqat kiyim-kechakni olib kirib yashab olsangiz ham bo'ldi. Qarang, ijara beraman siz ham tayyor holatda, chunki mana barcha jihozlar bilan jihozlangan, radiatorlar bor. Mana verandaga chiqish joyi ham bor. 3 xonali, naryoqda qo'ysangiz 4 xonaga o'zgartirilgan g'ishtli domda 4-qavatda joylashgan. Lokatsiya haqiqatan juda ham yaxshi. Kiev universiteti bor naryoqda, Olimpiyskiy kollej, ijara beraman siz ham zo'r variant. Narxi esa egalar tomonidan mana shu barcha jihoz texnikasi bilan $35,500 ga baholanyapti. Albatta, kam bir qiziqqanlar video raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.